Maza qilib uxlabman. Xo'sh, soat ham 7 bo'lib turibdi. Yo'q, hammaga bolalar sizlar bilan kezar. Yaxshimisizlar, tuzaymisizlar? Xo'sh, do'stlar, qarochi kompyuterim ham kechasi yonib qolib ketdi, o'chirish yodimdan chiqibdi. Mayli, hech qisi yo'q. O, svet ham yonib qolib ketibdi. Mayli, o'chirib qo'yamiz. Do'stlar, ikkalani terib olamiz. Kezir. Ma bo'ldi yana? Ertalabdan kimdir chaqiryapti? Ha, qishloqqa nima bo'ldi? Kechasi soat 2da kimdir qishloqlarimizni o'ldiribdi. Men bilmadim, lekin nega o'lib ketishdi ular? Nimadir bo'lishi kerak-ku, nima bo'ldi? Qanaqadir qo'rqir, qo'lda pichoq bor ekan, yuzida oppoq maska bor ekan, bilmadik kimligini. Lekin ko'rdik, lekin tasvirlab berolmayman. Ashula xolos shu. Bilmadim. Mayli, hozir ko'rib chiqaman. Sen xavotir olma. Yaxshi. Do'stlar, u kim bo'lishi mumkin? Bilmadim. Mayli. Magar ochaman. Do'stlar, o'zimizga mashq qilishni olamiz va buni olamiz. Men turbanimmi? Yaxshi, turbanim ham bor edi. Qishloqlar mana yopilgan. Bilmadim do'stlar. Hozir ko'ramiz. Nima bo'ldi ekan? Qishloqlar nima bo'ldi? Menga tushuntirib o'tingchi. Kezir bilmadi, mashina qanaqadir oq maskali, boshi o'sha kiyimlari qora kostyum ekan, bilmadik kimligini. Lekin sen bilan teng bo'yi o'sha. Bilmadim. Kim u? Ismi nima? Biz qanday bilamiz? Qo'lda pichoq bor ekan, o'shani bildik xolos. Ha, yaxshi. Mayli, shularni ham bilibsizlar-ku. Xo'sh, militsiya ham chaqirib qo'yaman do'stlar. Xo'sh, do'stlar, kim bo'lishi mumkin? Sindirib olamiz. Xo'sh. Nima bo'lishi mumkin? Yo'q, qishloqlarimiz. Voy. Nima bo'ldiki qishloqlarga? Qo'ka etashda ham shu. Yo'q, yana ikkita, voy, 4 ta qishloqni o'ldirganmi? 4 ta qishloqi, yo'q, bilmadim, lekin do'stlar, voy, 4 ta qishloqi, tushunasizlarmi do'stlar? 4 ta qishloqi. Yo'q, militsiya chaqirmasa bo'lmaydi darhol. Nima bo'lishi mumkin? Bila olmayapman. Yo'q. Mayli. Qishloqlar o'zi nima bo'ldi? Menga tushuntiringchi. Bilmaymiz, soat 2da men ko'rib qoldim. Shu qo'lda o'sha qora kostyum, yuzida oq maska va qo'lda pichoq bor edi. O'sha qanchalik qishloqlar baqirdi, kecha uyg'onib ketganmiz qo'rqib. Ha, tushunarli. O'zim ham ko'rib, hozir 4 ta qishloq o'libdi. Nima, 4 ta qishloqi? Ha. Bilmadim, xo'sh, qishloqlar. Mayli, qo'rqmayni. Hozir men ham militsiya chaqiraman. Do'stlar, bilmadim, lekin bitta emas, 2 ta emas, 3 ta emas, 4 ta qishloq o'ldirilibdi. Qotillik. 2 ta etashda ham 2 tadan qishloq o'lgan. Bilmadim. Kechqurun militsiyalar kelgan shekilli qotilni topish kerak. Men o'sha telefon qilaman do'stlar, men bo'lmaydi bular. Yo'qasam darhol hamma joy yo'q qilib tashlaydi. Qolgan qishloqlarni ham o'ldirishi mumkin. Bilmadim do'stlar, ham kimdir kelgan shekilli beylarni yopib tashlabdi. Men yopdim. Nima? Kim, senmi? Ha, Kezir, men yopdim. Ha, sen bir ko'ruvding. Albatta, men ko'rdim. Birinchi bor uyg'onib, xabar chaqirganman oldimga.
Yo'q, bilmadim lekin. Uni men ko'rmaganman, eng qizig'i. Men ham ko'rganim yo'q. Mayli, ikkilanib terib olishimiz kerak, do'stlar. Do'stlar, bilmadim lekin. Do'stlar, lekin borib, o'zim ham ko'rib qo'rqib ketdim. Lekin borib. Do'stlar, kim o'ldirgan bo'lishi mumkin, ha? Ekinlarim ham to'libdi, lekin hozir ko'nglimga sig'mayapti. Qishloqlarni to'rttasi o'lib ketibdi. Darhol militsiya chaqirmasam bo'lmaydi. Do'stlar, militsiya chaqiraman, politsiya chaqiraman. Boshqa joylarga ziyon yetmagandir, umid qilaman. Hozir o'sha militsiya ham chaqiramiz. Xo'sh, bilmadim lekin do'stlar. O'zim ham ko'rib qo'rqib ketdim borib. Do'stlar, kim o'ldirgan bo'lishi mumkin, ha? Kim o'ldirgan ekan? Bilmadim lekin. Bilmadim. Hozir o'zim ham ko'rib qo'rqib ketdim. Mayli, bularni solib olamiz. Yaxshi, qolgan qishloqlarga hech narsa bo'lmabdi. Hozir men politsiyaga chaqiraman. Alo. Ha, Galem, короче, politsiya o'ziz bilan Galemni olib keling. Короче, mana qanaqadir oq maskali, ustida o'sha qora kostyumi va qo'lda pichoq bor ekan. Короче, binoda 4 ta qishloq o'lgan. Nima, hozir yetib boramiz. O'sha yarim soatlardan keyin oldingizga boramiz. Xo'p, yaxshi. Do'stlar, короче, o'sha politsiya bilan Galem keladi, o'sha yordamchisi Galem. Короче, do'stlar, o'shani aniq topamiz. Do'stlar, sizlar bilan endi xayrlashamiz. Sizlar bilan kezar. Do'stlar, iltimos videomga like bosib qo'ying va tezroq biz 50 ta bo'lishimiz kerak. Hammaniga xayr. Sizlar bilan kezar bo'ldi. Xo'sh, endi videoni ham tugatamiz, do'stlar.